bilan bizga zo'r ibrat narsa bor. Odam alayhissalom emas. Tavof qilyaptirib, bo'lgandan keyin aytdi: Allohim, har bir bandani amaliga ajr berasan. Qurganiga so'rama. Amaliga ajr berasan. Men ham seni baytingda o'ta 7 marta aylandim. Menga ham ajrini ber. Alloh taolo nima dedi? Ey odam dedi, gunohingizni kechirdi. Demak, bilingki, tavof degandan keyin Xudo gunohimizni kechiradi. Allohim ya Robbi zidna. Menga ziyoda qilib ber. Ertalash kerak ekanmi? So'rash kerak ekanmi? Allohim menga ziyoda qilib bergin dedim. Ey odam dedi. Qiyomatgacha qancha bolangiz kelsa, tavof qilsa ularni ham gunohini kechiradi. Mana odamni bolalarimiz hammamiz keldikmi? Xudo demak gunohimizni kechiradi. Odam alayhissalom yana nima dedi? Ey Allohim, menga yana ziyoda qilib ber. Qarang Alloh taolo, ey odam, qiyomatgacha qancha bolangiz keladigan bo'lsa, istig'for aytsa tavof qilib dedi. Kimni gunohini kechirishligini so'rasa, hammasini gunohini kechirdi. Mana bugun ota-onamizni ham gunohini kechirtirib oladigan kunimiz. Siz bilan bizni boqaman deb turib qiynalib, dalalarda, boshqa joylarda ishlab, sovuqlarda ishlab ketib, endi rohatini ko'rmasdan o'tib ketgan ota-onalarimiz gunohini kechirtirib oladigan joyga kelyapti. Beparvo qoladigan joy emas. Tushundilaringmi? Ana shunday ibodat qilaylikki, Xudo taoloning bitta nimasi bor, siz bilan bizga beradigan. Bu kishi boy bo'ladigan bo'lsa, oldiga $100 so'rab borsam, hurmat qilib bir kun beradi. 7 kuni borsam bir iloji yo'g'idan beradi. 3 kuni borsam aytadi, "Ammengizni qizini olgani yo'q, haydang." Bor ekan. Lekin Xudo taolo so'ramasaga g'azab chiqadi. Tushundilaringmi? La yanfatu baykum rahmat. Xudo taoloning banki tugab qolmaydi. So'roving ber.